Assalomu alaykum aziz dasturchilar. Sizlar bilan darslarimizga davom etamiz. Bugun terminalda change mode buyrug'ini o'rganamiz. Bundan oldingi darsda permissionlar nimaligi haqida o'rgangan edik. Nazariy qism ham amaliy qism. Endi bugungi qismda uni batafsilroq o'rganamiz. Buning uchun bizga avvaldan tayyorlab qo'ygan nazariy qism materiali bor. Uni ochib olamiz. Hozir biz ish stolda turibmiz. Biz nazariy qismni ochib olamiz. Va bu yerda tushuntirib bo'lgandan keyin buni algoritmini doskada tushuntiraman. Bizda raqamli notation, ya'ni numeric notation degan tushuncha bor. Biz aytdikki, har bir foydalanuvchi uchun 3 ta ketma-ket belgidan iborat ruxsat bor. Birinchisi masalan write uchun, ya'ni birinchisi o'qish, keyingisi yozish, keyingisi execute qilish uchun 3 ta. Shu hisobda biz ularda son bilan ifodalasak, albatta 3 tasi har bir aniqlanish sohasi 2 bo'lganligi uchun, chunki bu birinchi string 2 xil bo'la oladi. Chiziqcha yoki R harf bo'la oladi. Ikkinchisi 2 xil bo'la oladi. Chiziqcha yoki W bo'la oladi. Uchinchisi 2 xil bo'la oladi. Chiziqcha yoki X bo'la oladi. Shunga ko'ra 2 ning 3-darajasi 8 xil kombinatsiya paydo bo'ladi. Mana bu yerda 8 xil kombinatsiyani yozib qo'yganman. Endi shunga mos 0 dan boshlab raqamlasak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bo'ladi. Va biz uni ikkilik sanoq sistemasida ifodalasak, mana shunday ko'rinishda aks etadi. Biz 8 ta bo'lganligi uchun bizga 8 lik sanoq sistemasi yetadi. Shuning uchun 8 lik sanoq sistemasida birinchi qatorda oladigan bo'lsak, xohlaylik 10 lik sanoq sistemasi deylik. 10 lik sanoq sistemasida ham bari 7 ta imkoniyat bor. 8 lik sanoq sistemasi to'g'riroq variant bo'ladi. Bir qiymatli mos tushadi. Shunga ko'ra mana bu bilan ham bir qiymatli mos tushish uchun 3 ta 0, demak har bir pozitsiya bunga bir qiymatli mos tushadi. Masalan, buni mana busi bunga mos tushadi. O'qish buyrug'iga, ikkinchisi yozish buyrug'iga mos tushadi, uchinchisi esa execute buyrug'iga mos tushadi. Va shunga mos ravishda agar 0 bo'lsa minus bo'ladi, agar 1 bo'lsa o'sha pozitsiyadagi nimamiz, ya'ni o'qish, yozish yoki execute qilish mavjud bo'ladi. Masalan, birinchi 3 ta 0 turibdi, demak uchala huquq ham mavjud emas. Mana ikkitasi 0, oxirgisi 1 turibdi. Demak, birinchi va ikkinchisi mavjud emas, uchinchisi mavjud. Ya'ni o'qish mavjud emas, yozish mavjud emas, lekin execute mavjud. Mana chiziqcha X. Keling shuni minus deylik. Minus X. Shunga ko'ra bunda 0, 1, 0 bo'lsa minus W minus bo'ladi. Faqat yozish huquqi mavjud bo'ladi. Shunga mos ravishda, demak, faqat execute uchun 1 ekan. Mana e'tibor beramiz, shu narsaga e'tibor beramiz. Faqat execute uchun 1, faqat yozish uchun 2, va hokazo, faqat o'qish uchun 4.
masalan hammasini uchun o'qish, yozish va execute qilish uchun 3/1 yoki 7. Demak, numeric notation tushunarli. Davom etamiz. Keyingi qismda Linux permissionlar sonlari bilan ham ifodalanish mumkin. Masalan, R4, W2, X1 deyilyapti. Soddan-so'd jadvalda tushuntirdim. Bu nima uchunligi mana. R4 W2 execute 1. Endi hisoblash bor. Ularda hisoblashma bor. Masalan, biron bir user uchun uchala huquqni ham bermoqchi bo'lsak, qaranglar, hisoblash juda oddiy. RWX uchalasi ham bor. R4 edi 4 plus W bor 2 plus X bor plus 1. Shunda 7 bo'ladi. Natija 7. Demak, 7 turdimi? Demak, o'sha foydalanuvchi uchun uchala huquq ham bor. Aytaylik, mana buni R bor, demak 4, W bor 2, execute yo'q. Yo'q narsa 0. 4 2 0. 4 2 ni qilsak 6, natija 6. R bor, o'qish bor, 4 bor, demak qolgan ikkitasi 0. 4. R yo'q, W yo'q, X bor, 1 bor. 0 0 1. Yig'indisi 1. Natija son ko'rinishi. Masalan, change mode buyrug'i masalan 754 va file txt 7 bo'lganda biz boya aytdik, mana 7 bo'lganda uchalasi ham bor, RWX. 5 bo'lganda group uchun R minus X. 4 bo'lganda esa boshqalar uchun R minus minus. Ya'ni bu sonlarni 3 xonali qilib yozish har doim shu tartibda, ya'ni owner, group va others misolda bo'ladi. Qo'llash misollarida tushuntirib o'tib ketaman. Change mode 777 file txt. Change mode 644 file txt. Change mode u plus x file shi va hokazo. Bu nazariy qism tushunarli bo'lsa, endi buni o'z-o'zidan biz amaliyotga birdaniga joriy qila olmaymiz. Chunki yodlashga urg'u bermaymiz. Dastlab biz uni algoritmini qilib ko'rishimiz kerak. Buning uchun men doskani ochib olishligim kerak. Hozirgi Word formati yopaman va undan keyin men o'zimga doskani ochib olishligim kerak. Demak, doska ko'rinyapti. Buni oldingi darsdagi nima ma'lumotlar, buni oldingi dars kim ko'rmagan bo'lsa ko'rib olishligi mumkin. Va bugungi darsdagi mana bu raqamli notation, numeric notationni ham olib keldim. Buni algoritmini tushuntirib o'tib ketaman. Sekinlik bilan chiroyli qilib birinchi yozyapti. Qalamimiz yozyapti, tekshirib oldik. Mana bular kerak emas. Bizda ikki xil algoritm yozishimiz kerak. Birinchi xilda string beriladi. Masalan, aytaylik, kattalashtiraylik. W
x ko'rinishdagi string beriladi. Biz uni shunaqa function yozishligimiz kerak. Songa aylantirib bersin. Bu bilamiz 7 bo'ladi. Buni oldingida nazariy qismda 7 bo'lishini bilamiz. Demak, 3 talik stringni bunga aylantirish kerak. Algoritm qanaqa bo'ladi? Juda oddiy, boya aytganimdek, birinchi simvolni ko'ramiz. Birinchi simvol minus bo'lishligi mumkin yoki o'sha r bo'lishi mumkin. R bo'lganligi uchun bu yerga biz 4 qo'yamiz. Biz bitta map yasab olamiz. Dastlab data type'lardan bitta map yasab olamiz. Algoritmni tushuntirib ketaman. Bizga aytaylik, mana shunaqangi mapimiz bor. Map bilamiz, kalit qiymat juftlari hisoblanadi. Xo'p, bizda hozir bu algoritm uchun masalan R harfi uchun 4. Nima uchun mana? Chunki 4 bo'lganda mana bu 100 bo'ladi, ikkilik sanoq sistemasida 100 bo'ladi simvollar. Shunda birinchisi right mavjud qolgani muhim emas. Va bu mana shu right mavjudligi bizga 4 beradi son jihatdan. Keyingisi W, ya'ni yozish huquqi mavjudligi 2 ni beradi. Mana bu holatda mana 2 0 1 0 va ikkalasi yo'q, W bor. Va oxirgisi bu execute huquqi 1 da beradi. Demak, bizga kelgan masalan 3 talik stringda birinchi simvolni tekshiramiz. Ya'ni chiziqcha emas bo'lsa, masalan chiziqcha bo'lmasa, shu holatda biz birinchi simvolga error orqali kirib, mana error orqali kirdik va shundan mana bu qiymatini olamiz, 4 ni olamiz. 4 summaga yig'ib boraveramiz. Mana summaga yig'ib boraveramiz. Plus. Undan keyin ikkinchi simvolga kiramiz. Mana ikkinchi simvol mana W2 mavjud bo'lsa, W mavjud. Demak, mavjudligiga plus qo'yib ketaylik. Plus mavjud ekan. Shunda 2 plus x kiradigan bo'lsak 1. Natijada 4 2 1 qo'shsak 7 bo'ladimi? 7 bo'ladi. Natijada 7 bo'ladi. Va hokazo. Bu birinchi algoritm, ya'ni formatdan ushtalik string formatdan songa o'tish. Mexanizm tushunarli bo'lsa, hozir mana dastlabki darsdagi ikkita misolni ham o'rgataman. Shunga algoritmga solib ko'ramiz. Miyada o'sha loyihalashtirsa ham bo'ladi. Juda oddiy bo'lib qoldi shekilli. Bu map bizda turadi, yo'q, bitta orqaga qaytamiz. Mana bu kerak emas. Masalan, bizga mana bu berilgan deylik. Yo'q, mana r minus x berilgan deylik. Bir qiymatli o'tmoqchimiz. Shunchaki r bor. Shunchaki, demak 4 plus bu yo'q, 0 plus x bor 1. Demak 5. Birinchi uchtasini boya nima qildik? 7 edi, rwx. Demak 7, keyingisi 5. Bundan tashqari oxirgisi ham rwx mana bunaqa 5. Demak, mana bu holatda mana bu kodimiz kodlanishi 755. Buyruq esa qanaqa bo'ladi? Masalan, buyruqda masalan change mode 755.
masalan books desak, mana papkaga mana shu huquqni ta'minladik. Xuddi shunday mana buni ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu holat aynan mana uni ichidagini ko'ramiz. User uchun RWE, demak RWE. Demak bir qiymatli 4 bor plus 2 bor plus oxirgisi yo'q, 1 yo'q, 0. Yo'q bo'lsa, demak 6 bo'ladi. User uchun R chiziqcha faqat 4 bor, nima yo'q, 2 yo'q, 1 ham yo'q. Shu hisobda 4 bo'ladi. Bu ham 4, bu ham 4. Demak, natijada mana buni 644 bo'ladi. Buyruq qanaqa bo'ladi? Change mode 644, faylning nomi name txt. Shu buyruqni beradigan bo'lsak, mana bu mana shunday holatda faylimizga shu buyruqlar ketma-ketligi beriladi. Biz hozircha birinchi notationni ko'rib o'tdik. Birinchi notation degan tushuncha yo'q, nima qildim? Shunchaki bizga berilgan string formatdan songa o'tib olish algoritmini ko'rdik. Bu algoritmni ko'rganimizdan keyin bizda ikkinchi algoritm ham bo'lishi mumkin. Miyada tezroq hisoblash uchun bizga berilgan sondan nimaga o'tish kerak bo'ladigan bo'lsa-chi? Masalan, bizga 3 berilgan, qanaqa buyruqlar borligini o'tishlik kerakligi. Masalan, so'roq bu. Yoki 7 berilgan, qanaqa nimalar bo'lishligi. Buni algoritmni ham tushuntirib o'taman. Dastlab tushunarli bo'lish uchun 7 dan boshlaymiz. Demak, 7 soni berilsa, uni stringga o'tib olish uchun dastlab bo'sh string yaratib olaman. Mana bo'sh string yaratdim. Shunda 3 marta aylantiraman for cycle'da. 3 marta 4, 2 va 1 orqali aylantiraman. Birinchi orqali 4 orqali aylantiraman. 4 kelgan vaqtida 7 ni ichida 4 bormi yo'qmi shuni tekshiramiz, checking qilamiz. 7-da 4 bor. Shu holatda 7 ni ichida 4 bo'lsa, 4 ta ayirib bitta son qiymat qoladi 3 qoldi. Va borligi uchun, ya'ni plus bor, 4 bor ichida bor va unga mana bu orqali kiramiz degan. Bunda faqat teskarisiga yoziladi. 4 uchun buni teskariga yoziladi. 4 2 1 uchun 4 bo'lsa R harfi stringda, 2 bo'lsa W harfi, 1 bo'lsa X harfi. Birinchi holatda 4 bor. Shuning uchun R ni qo'yiladi. Keyin o'sha 4 ni ayirib tashlab qiymat yangilanadi. 3 bo'ldi. Endi 3 ta ichida 2 bormi? 2 bor. Demak, W ham qo'yiladi. Demak, 3 dan o'sha 2 ni ayirib tashlaymiz 1. Qiymat yangilanadi. Qiymat yangilangandan keyin 1 bormi? 1 ham bor. 1 dan 0 ga holatda, demak 1 ham bor. Demak x ham bor. Demak 7 sonni ichida uchala qiymat ham yetar ekan. RWX bor. Demak 7 RWX ga teng ekan. Mana 7 RWX ga teng. 7 dan bunga o'tish. Bu boya bundan bunga o'tish edi.
Endi bundan bunga o'tish algoritmini yozib o'tyapmiz. Tushunarli bo'lsa, endi boshqa misolda ham ko'ramiz. Masalan, bizga savol berib qolish mumkin. 644 yozdi. Shuni mana bu holatga o'tish kerak. Demak, dastlab 6 ni o'tkazamiz. Shunday tezda 6 ni o'tkazadigan bo'lsak, 6 ni o'zini o'tkazadigan bo'lsak, e'tibor beringlar. 4 bor ichida, demak, r bor. Yani 4 ketdimi, necha qoldi? 2 qoldi. 4 6 dan 4 2 ta qoldi. 2 bor. Yani W ham bor. 4 2 ketdi, 0 qoldi. Demak, 1 ga yetmay qoldi. Demak, minus. Mana bu holatda nima bo'ladi? R W minus bo'ladi. Keyin 4 ni ham boyagi algoritm bilan almashtiramiz. 4 bor. 4 dan 4 tashsak 0 qoldi. Tugadi, 0 gacha aylanish kerak edi. Demak, minus yetmay qoldi bularga. Demak, R minus. Keyingi 4 ham shunaqa. R minus. R minus. Mana bu 3 talik birdaniga maydalab 3 ta holatda yozdik. Mana buni hosil qildik. Demak, sondan bu nimaga ruxsatga aylantirish edi. Xohlasalaring loyiha nima deydi, amaliyot sifatida Python dasturlash tilida kodini ham yozib beraman. Bundan bunga o'tish. Hozircha shunchaki real nimada ko'rib o'tamiz. Keyin xohlovchilar bo'lsa, agar kodini yozish taklifi bo'lsa, men buni kodga aylantirib berishligim mumkin. Endi buni misolda tushuntiraman. Bu doskani yopib olaman. Va menga terminal kerak. Terminalni ochib olaman. Terminalda ls -l buyruqni bersam, menda mana boyagi narsa chiqdi. Buyruqlar mana. Name uchun bu holatda turibdi. Aytaylik, shunday birdan og'zakni olib ketib beramiz. E'tibor beringizlar. Name.txt faylida birinchi uchtalikda rw minus turibdi. Ya'ni o'qish ega uchun o'qish huquqi bor, yozish huquqi bor, lekin execute huquqi yo'q. Endi men shuni qilishim kerak. Shuni name textini qolgan joyga o'zgarmas, faqat egani ga execute huquqini qo'shishimiz kerak. Ya'ni egaga execute huquqini qo'shish degani rwx bo'lishi kerak. Bilamiz, rwx mana, ya'ni yozib ko'rsataman. rwx izoh sifatida ko'rsatib o'tib ketishi mumkin. rwx shunda rwx hisoblaydigan bo'lsak, r4 plus w2 plus x1. Boya ham tushuntirdim, natijada 7. Demak, 7 bo'ladi. Keyingilari esa r minus. Bu nima degani? 4 bor plus 0 plus 0. Natija 4. Demak, men change mode 744 buyrug'ini beraman. Va
name text ni beraman. Enter. Va ls minus l va name text. Mana bizada buyruqlar mana bu holatda turibdi. rwx r minus minus r minus minus. Xuddi biz xohlagandek. Aytaylik, hammasiga hamma huquqni bermoqchiman. Yana tushuntirib o'tib ketaman. Masalan, rwx buyrug'ini hammasiga bermoqchiman. Necha bo'lishini aniqlab hisoblab olamiz birinchi. rwx izlaymiz. R uchun 4 edi, plus W uchun 2, plus X uchun 1 edi. Natijada 7 paydo bo'lardi. Boya ham tushuntirdim. 7 bo'lsa, demak hammasi 7 bo'lishi kerak. Shunda change mode 777 paydo bo'ladi. Chunki birinchi 7 user uchun, ya'ni bu ega uchun, ikkinchisi grup uchun, uchinchisi boshqalar uchun. 3 ta 7. Natijada name textiga beraman shu buyruqni. ls minus l orqali, minus l option orqali name ga text qilsam, mana bu ko'rib turibmiz, mana hammasi rwx holatda keldi. Endi muammo paydo bo'ldi. Biz bunga hamma huquqni berib qo'ydik boshqalarga ham faylda. Bu mantiqiy jihatdan xato. Men misol uchun ko'rsatdim. Endi dastlabki holatga qaytarishimiz kerak. Mana bu holatga qaytarishimiz kerak. Ya'ni dastlabki holat mana belgilab ko'rsatilgan. Aytib beramiz. rw minus. Demak, change mode birinchisi uchun rw minus edi. 4 bor, 2 bor, 1 yo'q, 0, 6. İkincisi uchun faqat r bor, 4 bor faqat. 4, ya'ni 644 bo'ladi. Name text. ls minus l name text tekshiramiz, mana dastlabki holatga qaytdi buyruq. Shuning uchun bu sonli notation juda qulay foydalanishga. Ya'ni biz sekinlik bilan amaliyotda mustahkamlab ketaveramiz. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa so'rashlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.